Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid yana bir chizmani chizish jarayonini o'rganamiz, keshish yuzasini aniqlaymiz va kesishgan yuzani haqiqiy kattaligini hosil qilamiz. Bugungi chizadigan chizmamiz 4-variantga tegishli. Bizga berilgan prizma. Prizmamiz 6 qirrali. Buning uchun biza qolgan qirralarni hosil qilib olishimiz uchun gorizontal tekislikda aylanamiz berilgan. Aylanamizni 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Buning uchun sirkul kerak bo'ladi. Aylanamizni bu burchagidan boshlab markazigacha masofa hosil qilamiz va shunday holatda belgilab kesishgan nuqtada hosil qilamiz. Xuddi shu jarayonni aylanani 10 tarafida ham takrorlaymiz. Chiziqlar o'zaro kesishib nuqtalar hosil qilindi va endi mana shu hosil qilingan nuqtalarni birlashtirsak bizda 6 ta burchak hosil bo'ladi va prizmani 6 burchakini 6 qirrasini biz hosil qilgan bo'lamiz. Kesishgan chiziqlarimizni birlashtirib chiqamiz. İki burchagi bu qismga chiqib uzunlikni hosil qiladi va balandligimiz bizda 5 cm ekan. Endi bizga frontal tekislikda ko'rinib turgan qirralarni hosil qilamiz. Uning uchun mana shu ikki qirrani bitta chiziq yordamida birlashtirib frontal tekislikka olib chiqamiz. Mana birlashtirib oldik va yuqorigacha chizib olamiz. Hosil bo'ldi. Prizmamizni qirralarini hosil qilib oldik. Frontal tekislikda mana bu olov rangda chizgan chizig'im bizani sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan keshuvi qismi hisoblanadi va shu chizig'imizni sirtni kesib o'tyapti to'g'ridan qaraganimizda. Va bu asos burchagidan boshlanyapti va 30 gradus bu qismga transportira qo'yasiz va mana bu qismgacha 30 gradus o'lchab belgilaysiz va bu nuqtalarni birlashtirib keshuvchi chiziqlikni hosil qilib olasiz. Endi men nuqtalarni hosil qilib olaman. Chiziqli keshgandan keyingi hosil bo'lgan nuqtalarni belgilab yozib chiqaman. Birinchi nuqta, 1-2 nuqta. Nega 1-2? Chunki bu frontal tekislikda joylashib turibdi. Bu qirrani kesib o'tyapti. 2-2 nuqta va mana bu eng yuqorida bizda 3-2 nuqta. Bir ikki nuqtamiz gorizontal tekislikka olib tushamiz. Bu chizig'imiz bizda mavjud va mana shu burchakda 1 nuqtamiz gorizontal tekislikda hosil bo'ladi. Nuqta belgilaymiz va raqamlaymiz. 1 nuqta. Endi bizani ikkinchi nuqtamiz. Ikkinchi nuqtamiz 2 nuqtamiz ko'rib turganingizda qirrani kesib o'tyapti. Bu qismda ham mana qirrada joylashib turgani uchun ikki qirrani kesib o'tyapti va ikki burchak qirra qismini yuqoridan qaraganda bizga bilinmaydi qirraligi, to'g'ridan qaraganda qirraligi bilamiz. Mana shu ikki burchakni biz belgilaymiz nuqta qilib va ikki raqamlarimizni yozib o'tamiz.
Mana shu qismda bizada gorizontal tekislikda 2,1 nuqtamiz hosil bo'ladi. Va pastki qismda ham, pastki burchakda ham 2,1 nuqtamiz. Endi bizani 3-nuqtamiz bor. 3-nuqtamizni gorizontal tekislikka x o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda tekis qilib chizib tushamiz. Uchinchi nuqtamizni olib tushdik va shu qismda belgilaymiz. 3 nuqtamiz va mana bu qism. Endi bularni birlashtirib chiqamiz va kesilgan yuzani gorizontal tekislikda aniqlab olamiz. Gorizontal tekislikda kesishgan yuzani hosil qilib oldik. Endi mana shu kesilgan yuzani profil tekislikda ham hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi biz geometrik shaklimizni o'zini hosil qilib olamiz. Bu chiziqni pastgacha davom ettiramiz va y chiziqni nom beramiz shuni. Endi bu chiziqni davom ettiramiz y-gacha va pastki chiziqni ham. Sirkulimiz yordamida 3ta chizig'imizni shu chiziqqacha to'rtdan bir aylana holatda chizamiz. Frontal tekisligimizda joylashib turgan geometrik shaklimizni mana shu burchak asos qismini markaz sifatida qo'llaymiz. Uzunligini profil tekislikda hosil qilib oldik. Endi balandligini frontal tekislikdan ko'chirib o'tamiz. Bu chiziqlarni yuqoriga olib chiqamiz. Gorizontal frontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni profil tekislikka yo'naltirib, profil tekislikda nuqtalarni aniqlab olamiz. 1 nuqtamiz, 2 nuqtamiz. Bular yo'naltirilgan holatda shu qismda birlashyapti. 3 shtrix. Endi ikkinchi nuqtamiz. Ikkinchi nuqtamiz yon qismini, ya'ni qirra qismini hosil qilyapti. Biz bu qismda faqatgina frontal tekislikdan 2 ni yo'naltirib, kesishtirib olsak, nuqtani hosil qila olamiz.
uchinchi nuqtamiz ham shu chegara chizig'ida, ya'ni uzunligini hosil qiladigan qirrada joylashib turibdi va uchinchi nuqtamiz eng yuqori chiziqda. Demak, bu chiziqlar o'zaro kesishib bo'lgan belgilar raqamimiz. Profil tekstida hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib chiqamiz. Profil tekstligimizda ham geometrik shaklimizni kesilgan yuzasini hosil qilib oldik. Endi gorizontal tekstligimizga kesilgan yuzani o'zini tekstlikka joylashtirganda qanday haqiqiy kattalikda joylashini chizamiz va tasavvurga ega bo'lamiz. Bizga markaz sifatida 1 va 2 nuqtamiz xizmat qiladi. Nimaga? Chunki bu x o'qi bilan kesishib turibdi. Agar u yuqorida joylashganda x o'qigacha yo'naltirilgan bo'lardik. Endi ikkinchi va uchinchi nuqtamizni aylana holatida x o'qigacha chizib olamiz. Hosil qilgan chiziqlarimizdan gorizontal tekstlikka x o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda chizib olib tushamiz. Birinchi nuqtamiz mana shu qismni o'zida qoladi, chunki uni aylantirib o'tira olmaymiz, aylantirib olib bo'lmaydi, shu qism o'zida joylashadi. Endi ikkinchi nuqtamizni chizamiz. İkinci noktamız ikinci aylana.
nuqtalarimizni birlashtirib chiqamiz. Gorizontal tekislikda kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini tekislikka joylashtirganda hosil qilib oldik. Demak, bizning kesilgan yuzamiz tekislikka joylashtirilganda mana bu holatda tasvirlanar ekan. Bu qismda holatda turganda shu ko'rinishda bo'lar ekan. Bugungi chizmamiz sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuv mavzusiga oid edi. Bugungi geometrik shaklimiz bizani prizma, olti qirrali prizma. Prizmani ustidan ko'rinishi, to'g'ridan, yon tomonidan ko'rinishi va mana bu qismda kesilgan yuzani o'zini tekislikdagi haqiqiy kattaligi keltirib o'tilgan. Birinchi ishni bizni berilgan aylana 50 diametrli aylana, radiusi 25 aylanani teng 6 bo'lakka bo'lib olishdan boshladik va undan so'ng eng chekka qismlaridan uzunligini hosil qilib oldik va mana bu nuqtalarni, burchaklarni birlashtirib bizga ko'rinib turgan qirralarni hosil qilib oldik. Bizda berilgan proyeksiyalovchi tekislik mana shu qismda u sirtni kesib o'tgandan so'ng nuqtalar hosil qilgan va shu nuqtalar orqali biz gorizontal tekislikka olib tushdik va yuqoridan qanaqa holatda kesishuvini tasvirladik. Frontal va gorizontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirgan holatda profil tekislikda yon tomondan ko'rinishini hosil qilib oldik. Bu qismda gorizontal tekislikda kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligi tekislikka joylashtirilganda qanaqa holatda bo'lishini tasvirlab chiqdik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.